ertalabdan yuqori kayfiyatda bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga mana shu kayfiyatni tushirmaymiz kun davomida va Xorazm telekanalidan aslo yiroqlashmaymiz deb qolamiz. Yana bitta mehmonimiz bor. Ular ham faol tashabbuskor ayollarimizdan, opa-singillarimizdan. Bugun studiyamizda bayram kayfiyati ketgani yo'q va shu munosabat bilan yana bitta mehmon taklif qilganmiz. Ularni studiyamizga taklif qilsak, keling. Mehmonimiz Urganch davlat universiteti axborot xizmati bo'limi boshlig'i, o'zbek tilshunosligi kafedrasi katta o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Marhabo Ahmedova bilanlar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo bayram bilan tabriklaymiz. Bayram kayfiyati hali ketmagan, yuzingizdan, ko'zingizdan sezilib turibdi. Qanday edi taassurotlar? Avvalambor, assalomu alaykum. Butun meni kuzatayotgan Xorazm ahliga va yaqinlarimga erta tong fayzli va kun davomida a'lo kayfiyat tilayman. Bayram kayfiyati hali ham jo'shqin. Anglaganingizdek, kecha 8-mart Xalqaro xotin-qizlar sanasini yuqori kayfiyatda demak nishonladik va shu o'rinda aytib o'tishim lozim. Bu yil o'lkamizga bahor o'zgacha bir fayzli kirib keldi, ya'ni muborak Ramazon oyi bilan birgalikda va bugun xonadonlarimizda fayz barakani his qilmoqdamiz, ko'rmoqdamiz. Shunday ekan, ajoyib kayfiyat. Albatta, endi siz mana shu oliygohda axborot xizmati rahbarisiz. Bu ham mas'uliyatli vazifa. Albatta. Va ayniqsa ayol kishilar uchun menimcha ancha mashaqqatli. Chunki istalgan paytda ma'lumot so'rashlari mumkin va bu yerda faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilar qolaversa, necha minglagan talabalar bor. Ularni barchasini ma'lumotiga ham ega bo'lishingiz kerak-da. Bu faoliyat qanday bo'lyapti endi? Albatta, to'g'ri. O'ziga yarasha mas'uliyatli, talabi kuchli. O'zi bu ish faoliyatiga kirishim demak 2020-yilda Urganch davlat universiteti magistratura bosqichini muvaffaqiyatli tamomlaganimdan keyin Urganch davlat universiteti matbuot kotibi sifatida, axborot xizmati rahbari sifatida o'z faoliyatimni boshladim. Ana shu kundan boshlab faoliyatim davomida doimiy faol harakatdaman. Sababi kasbimiz shuni taqozo qiladi. Ya'ni har bitta jarayonda, o'quv uslubiy jarayonda, ma'naviy-ma'rifiy jarayonda, ilmiy innovatsion jarayonda, xalqaro hamkorlik aloqalarida har bitta jarayonni faol a'zosiman, faol ishtirokchisiman. Sababi yuqorida aytganingizdek, har bitta jarayon bo'yicha demak ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Ya'ni o'zi bugungi kunda ommaviy axborot vositalariga ishonch yuqori daraja bildirilmoqda davlatimiz rahbari tomonidan. Qolaversa alohida e'tibor, sharoit yaratilmoqda va shu bilan birga shu darajada talab ham qilinmoqda. Xo'p, shu asosda Urganch davlat universitetida demak bugungi kunda 26 mingdan ortiq talaba tahsil oladigan bo'lsa, professor o'qituvchilar soni ham 1000 nafardan oshiq. Demak, shuncha kontingent kirib chiqib faoliyat olib boradigan jarayon bo'lgandan keyin o'ziga yarasha demak jarayonni nimasi ham, mas'uliyati ham katta. Shu asosda axborot xizmati bo'limi tashkil qilindi. Ya'ni 2023-yil sentyabr oyidan axborot xizmati bo'limi rahbari sifatida demak faoliyatimni boshladim. Urganch davlat universitetida aynan axborot xizmati bo'limiga sharoitlar juda zo'r, ajoyib yaratilgan. Demak, alohida studiya, zamonaviy texnologiyalar bilan qo'shimcha shtatlar va bugungi kunda demak markaziy telekanallar, hududiy telekanallar, bosma nashrlar, radio va internet resurslari bilan ham yaxshi hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Endi sizga qachon qo'ng'iroq qilsak, doimo shay holatdasiz-da, endi biz ko'p ma'lumot so'raymiz. Dedim, shu rostmi? Mana bu ma'lumotni eshitib qoldik desa, hammasi esingizda turadi-da. Bu ham oson emas-da. Ikkilanish yo'q, doim mana shunday ma'lumotni yetkazib bera olasiz. Bu ham o'ziga yarasha mas'uliyatli, lekin endi bugungi kunda o'zbek tilshunosligi kafedrasida ham faoliyat yuritasiz. Yaqindagina o'tgan yili filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy ishingizni munosib himoya qildingiz. Ulgurish qanday bo'lyapti? Meni qiziqtiradi-da. Mana buncha kontingentni boshqarish, bu haqda ma'lumotga ega bo'lishni o'zi oson emas. Vaqt topyapsizmi? Qanday vaqt topyapsiz? Bizni qiziqtiradi mana shu savol. Albatta. Haqiqatdan ham 2024-yil yakuni men uchun juda ham omadli bo'ldi. Ya'ni nomzodlik dissertatsiyamni muvaffaqiyatli himoya qilib, PhD ilmiy darajasiga ega bo'ldim. Albatta o'ziga yarasha mas'uliyat, mashaqqat, ilm bilan shug'ullanish insondan
juda kuchli demak harakatni, izlanishni talab qiladi. O'z navbatida asosiy ishim bilan ham hamohang tarzda olib bordim. O'zi 2022-yilda boshlaganman. 2024-yil oxirida muvaffaqiyatli himoya qilishga muvaffaq bo'ldim. Ilmiy ishim mavzusi demak bevosita o'zbek tilshunosligining tarixiy onomastika yo'nalishi bilan bog'liq. Ya'ni Ogaxiyning Riyozit davlat asari onomastikasi deb nomlanadi. Ogaxiy ijodiga nazar tashlaydigan bo'lsak, nafaqat buyuk shoir, yozuvchi, demak davlat arbobi, bundan tashqari Ogahiyni ajoyib tarixchi sifatida nomlagim keladi. Boisi Ogahiy o'z davrida demak Xorazm adabiy muhitini, nafaqat adabiy muhitini, balki o'z davrida tarixiy jarayonlarni ham juda chiroyli tarzda yetkazib bergan asarlari orqali bevosita ilmiy tadqiqot ishim obyekti sanalgan Riyozit davlat asari ham aynan 1825-1844-yillarni o'z ichiga oladi va shu davrni tarixini yoritib berishda asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Ya'ni adabiyot bu asar yuzasidan demak onomastik birliklarni tahlilga tortganmiz. Onomastik birliklarni lisoniy jihatdan o'rganib chiqqanmiz. Demak, bu ham baribir o'z davridagi ma'lumotlarni keltirib beradi. O'sha davrdagi onomastika qanday bo'lgan va bugun bilan albatta qiyoslanganda qanday ma'lumotlarga ega bo'ldingiz? Albatta, hozir ana shu ilmiy tadqiqot ishimiz asosida demak o'rganish mobaynida 700 dan ortiq onomastik birlik, onomastika bu o'z navbatida nomshunoslik hisoblanadi. Onomastik birlikka murojaat etilganiga guvoh bo'ldik. Hozirda lug'at ustida ishlayapmiz va ana shu ilmiy tadqiqot ishim asosida demak hozir monografiyam chop ettirish arafasida. Va keyingi bosqichda ham aynan tarixiy onomastika bo'yicha o'zbek tilshunosligida olib borilgan tadqiqot ishlari salmog'i kamligini inobatga olgan holda keyingi doktorlik ishimda ham aynan shu soha bo'yicha izlanish olib borish niyatidaman. Endi bu ilmiy ishga tayyorgarlik o'zi boshqa jarayon va albatta uni himoyasi yana boshqa jarayon. Juda ham hayajonli. Yetuk mutaxassislar, ustozlar oldida uni himoya qilish hayajonlari qanday o'tgan? Hayajoni o'ziga xos, lekin shuncha tayyorgarlik ko'rib yillar davomida demak ilm izlash bu igna bilan quduq qazishga teng deyishadi va shuni yillar davomida to'plagan bilimingni qandaydir ma'noda ustozlar oldida chiqarib yetkazib berish, himoya qilish o'ziga xos bir mas'uliyat. Lekin o'sha mas'uliyatni himoya jarayonimgacha chuqur his qildim va hayajonim ham shunga yarasha bo'ldi. Minbarga chiqib himoya paytida deyarli hayajonni unutdim. Bor vujudim, bor hayolim shu ishga qaratildi, ishni himoyasiga qaratildi. Endi mana bayramga qaytamiz. Sovg'a oldingizmi? Albatta. Kutganlaringizdan oldingizmi, kutgan sovg'angizni? Kutganlarimdan ham oldim, yaqin insonlarimdan va ortig'i bilan jamoamiz ahil ko'z tegmasin, doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, bir-birimizga yelkadosh bo'lib ish faoliyatini olib boramiz. Va bundan tashqari Urganch davlat universitetida har bir bayram o'zgacha nishonlanadi. Ayniqsa ayollarga e'tibor kuchli. Umuman mart oyi kirib kelishi bilan yuqori kayfiyatda, yuqori shukuhda juda chiroyli tarzda o'tadi va 7-mart kuni ham universitetga shunday kirib kelishim bilan hamma joyda an'anaga muvofiq yildagi bayram kayfiyati, ayollarni madh etadigan qo'shiqlar sadosi, umuman shuni o'zi ajoyib e'tibor, ajoyib kayfiyat, iliq fikrlar, iliq samimiy tilaklar bilan hop jamoamiz kutib oladi, qarshi oladi. Ya'ni talaba yigitlarimiz gullar bilan qarshi oladi. Kun davomida bayramlar va albatta rahbariyatimiz faol ayollarni unutmaydi. Har yili taqdirlash bo'ladi va bu yil uchun ajoyib surpriz, ajoyib bir sovg'a. Demak, bayram konserti O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artistlari aka-uka Eshjonovlarning konsert dasturi bilan yana ham chiroyli o'tdi. Men o'ylayman, universitetdagi barcha ayollarimiz, professor o'qituvchilar, talaba qizlarni ham xursand qildi. Endi mana shunday bayramlardan yaxshi tomoni ko'p, ammo sizga mas'uliyatli tomoni ham bor. Albatta, yugurib shunga yarasha bo'ladi. Faqatgina o'sha bayramda bemalol o'tirmaysiz. Baribir o'zingiz buni aniq bilamiz. Endi shunisi bilan zavqli-da kasbimiz. Hammasiga o'girish kerak. Bayramdan zavq ham olish kerak, o'sha bayram jarayonida ishlash ham kerak-da, jamoani boshqarish kerak. Albatta, mas'uliyatni his qilgan odam bitta joyda tinch o'tira olmaydi. Baribir harakat.
Albatta, shuning uchun ham mana ulgurganlar hamma ishga. Bir vaqtning o'zida ilmiy ishini ham yoqladilar. Mana eng muhimi bunday energiyani yaqinlardan olamiz, to'g'rimi? Albatta. Ko'proq siz kimdan energiya olasiz? Ota-onamdan. Quvvat, kuch-quvvat. Doim qo'llab-quvvatlaydi. Doim sharoit yaratib beradi. Har bir istagimni amalga oshirishda hayot yo'limdagi eng muhim ustozlarim bu ota-onam qo'llab-quvvatlab, hamisha duogo'yim. O'z minnatdorligimni bildiraman buning uchun ota-onamga. Va albatta, boya yuqorida ta'kidlaganimdek, ilmiy tadqiqot ishimni olib borishda ham yaqindan ko'mak bergan, o'z tavsiyalarini ayamagan, bilimlarini ayamagan, filologiya fanlari doktori, professor, ogohiyshunos olim Abdulla O'razbayev ustozim hamisha menga o'zini bir motivatsiyalarni berib turadilar va keyingi ilmiy tadqiqot jarayonimda ham, doktorlik ishini boshlashda ham hozir turtki bermoqda. Undan tashqari jamoam har doim qo'llab-quvvatlaydi. Yuqorida aytgandek, Urganch davlat universiteti jamoasi aynan rahbariyat tizimida ish olib borganim uchun hamisha qo'llab-quvvatlab, nima masalada bo'lsa ham yordam qo'lini cho'zishadi. Ana shu narsa baribir insonga motivatsiya bersa kerak. Albatta. Shu o'rinda yana bitta savol tug'ildi mendan. Marhabo Ahmedova yoshligida qaysi kasb egasi bo'lishni orzu qilgan, xohlagan? Shu xohlagan kasbida bugun faoliyat yurityaptimi? O'zgarganmi? Men qiziqishlarim juda ham ko'p bo'lgan. Avvalo rasm chizishni yaxshi ko'rardim. O'zim yolg'iz o'tirib, musiqa tinglab, rasm chizishni yaxshi ko'rardim. Hatto yaqinlarim, ota-onam endi rassom bo'lsa kerak deb o'ylagan va dizaynerlik yo'nalishini yaxshi ko'rardim. Tikish, kiyimlar, liboslar yaratish va o'z navbatida styuardessa bo'lishni xohlardim. Endi har tomonlama qiziqishlarim bo'lgan har sohaga, lekin vaqt o'tib qiziqishlar o'zgarar ekan baribir. Dunyoqarashga bog'liq. Litseyda ta'lim olgan paytimda adabiyot o'qituvchisiga havas qilib, til tomonlama ketib qolganman. Lekin hozirgi ish faoliyatingiz mana shu qiziqishlarning jamlanmasi desak xato bo'lmaydi. Barchasi uyg'unlashgan. Bugun barchasi haqida ma'lumotga egasiz va barchasini birdek olib bormoqdasiz. Baribir mana shunday kuch g'ayratdan charchamang deymiz. Muhimi, oldinda hali rejalar ko'p, to'g'rimi? To'g'ri. Oldinda reja qo'ymagan inson o'smaydi. Oldinda rejalar ko'p, maqsadsiz, rejasiz inson bo'lmaydi. Maqsadsiz hayotni o'zi ma'no mazmunga ega emas. Mana endi meni ko'proq ota-onam qo'llab-quvvatlab turadi va ulardan kuch olaman dedingiz. To'g'ri, bugun 9-mart, lekin 8-mart bilan onajoningizni tabriklashingiz mumkin. 8-mart ayyomi bilan onajonim tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha sog'-salomat yuring. Meni va boshqa farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling. Va onam misolida yurtimizdagi albatta Xorazm vohasidagi barcha ayollarni, opa-singillarni hammasini tabriklayman. Hamisha bahoriy kayfiyat, bir ayollarga xos latofat, nafislik tark etmasin. Sizni ham tark etmasin deymiz. Yana bir bora bayram muborak bo'lsin. Mana shunday shijoatdan, ilmiy izlanishdan aslo to'xtamang deymiz. Sizlarga ham rahmat ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Yana bir bora xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.